Shu kakisni yonida qaynanam bo'lganida bu basharasiga bosib bo'laydim. Nima nastreniya yo'q. Menga o'xshab nima shitirlatib sana berdingmi oyligingni qaynangga? Yur Makka, yur. Opa! Ha? Yuring. Tinchlikmi? Gap bor. Ishim bor, kuyda turaymiz. Ay, Yo'sh. nima molmanmi sizga yog'ishlaysiz? Molga ushqa yozibsiz-da, aka. Uyda qaynanam jonimga tegan. Bu yoqqa bemorlar kuladi ustimdan. Ha? Nima jahl qilasan, o'zingni bas. Mana opamdan so'ragin. Bitta sen emas, hammani oladi. Ishon. Mana opa, ayting o'zingiz. Nima qaynanami? Qarib yerga tegmaymi o'ylay. Agar qaynana shunaqa bo'lishini bilganimda umuman yerga tegmasdim. Opalar. Men xudo xolisi kelin olsam, kelinimni umuman hayotiga aralashmayman. O'g'lim bilan kelinim baxtli yashasa bo'ldi. Menga boshqa hech narsa kerak emas. Meni onam bir vaqtlar shunaqa deganlar. Men ham shu fikringga qo'shilaman. To'g'ri aytasanlar. Men ham umuman qo'shilmayman. Xudo xolisi mana shu o'g'lim Isoni mana dunyoga keltirib olay, addiy kvartira qilaman-da, chiqarib yuboraman. Bilasizlarmi, men nasib etsa kelin olsam, kelinimga umuman ovqat qildirmayman. Shuni telefon qilaman, zakaz keladi. Nasib etsa shunaqa mazza qilib yashaydi. Xudo xolisa borku, uchovimizda addishi zo'r qaynana chiqadi. Bu kelin zoti jonimga tegdi. Alohida chiqaman deydi. Meni xizmatimni kim qiladi dedim. Voy o'lmasam opa, bizni peshonamiz sho'r ekan. Kelinga yolchimadim. O'g'limga 3 tasini qo'yib yubordim. Bekitib pishgani topib yediradi. Siz gapiring. 3 oydan beri ovqat yemayapman, tuzukroq uyda ovqatini zakaz beradi kelini. Meni xotinim ham shunaqa degandi. Buni o'zmaysizlarmi? Tugab qoldi vallarim. Voy o'lay tog'a. Qaynona, kelin bo'lsin parvona.